Salom, hurmatli do'stlar, hayitlaringiz ham qutlug' bo'lsin. Bizlar bugun hayit namozini, ro'za bayramini shu masjidga ado qildik. Qabul bo'lsin tutgan ro'zalaringiz, o'qigan namozlaringiz, toat ibodatlaringiz va bayramlarni ham, javonlarning xushliklarini ham sizlarga shu videoning davomiga nashr qilamiz. Sado Shimron har doim sizlar bilan do'stlar. Albatta, hurmatli do'stlar, aziz muxlislar, bu ro'z hayit bayram kuni deb xohladik. Sizlarga shu javonlarning xushliklarini nashr qilsam va bu ham bizning tumanimizki shunday Afg'onistonning qishloqlarida shunday hayit bayramni tajdil qiladilar va xushliklarni men ham xohladimki siz eldoshlarga poylashsam. Sizlar ham kommentariyalarda yozib turinglar do'stlar.